Ko'p mo'min musulmonlarning talashishlarida, ixtiloflarida yaxshilik yo'q deyapti Alloh taolo. Ana biz buni jamoatga ko'p bayon qilib aytyapmiz. Matu jamoat odamlarda ilm ko'paydi. Ilm ko'paygandan keyin gap ko'paydi. Gap ko'paygandan keyin amal kamaydi. Ilmdan maqsad amalni ko'paytirishligidir. Ilmdan maqsad ixtilofni ko'paytirishlik emas. Bir olim odam aytadi. Sen olayotgan ilmlaring agar seni amalingni ko'paytirishga sababchi bo'lmasa, ilm olma deydi. Biz diktafon emasmizda bayon qo'yib bir joyda bunday o'tirishda savoq qilib bo'ldi o'shani bilib oldik degan tekshiruvchi emasmiz, hurmatli jamoat. Telefonda ham masala, to'yda ham masala, jumada ham masala, hamma joyda masala, yetarlik masala, oshchasi ham masala, beshto'g'ri masaladan ham masala bo'lib ketdi. Amal bo'lish kerak. Ilmdan maqsad amal. Ilmdan maqsad amal. La khayra fi kaseerin min najwahum. Bularni ko'p talashlikda yaxshilik yo'q deyapti. Ummatning boshiga tushgan balo bo'ldi talashlik. Bir-birlari bilan teskari bo'lishga sababchi bo'ldi talashlik.